Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz kanal obunachilari, azizlar, xudo xolasa bugun sizlarga judayam chiroyli va kerakli video tayyorlab bermoqdamiz. Bugun seximizda yasalib tayyor bo'lgan plastik romlar hamda alyumin mustahkam balkon profilidan yasalgan eshiklar to'g'risida ma'lumot berib Azizlar, kanalimizdan uzoqlashmagan holda bizlarni kuzatib borishga davom etingizlar. Obunachilarimizga, bizlarni kuzatuvchilarimizga chegirmalar albatta bo'ladi. Shuning uchun ham aloqaga chiqqanda azizlar, albatta obunachingizman deb aytish esdan chiqmasin, chunki deganda yana ham plus bonuslarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Demak, vaqtlaringiz olmagan holda tezlashtirib bizlar ma'lumot berishni boshladik. Azizlar, bugungi seximizda yasalgan plastik romlarimiz Altaplast Sheffield svetdagi plastik romlar hisoblanadi. Har xil razmerlarda deraza romlarimiz tayyorlangan. 1 metr kvadrat azizlar, Sheffield svet Altaplastlarimiz 850 ming so'mdan yasalyapti. O'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Juda ham mustahkam, juda ham sifatli profil hisoblanadi. Qalinligi ham juda ham qalin, baquvvat profil hisoblanadi. Uyimizga ayniqsa mana shu svetlarim juda ham mos o'tiradi. Derazamiz ko'rishingiz mumkin 1.50 ga 1.60 razmerda derazamiz. Ikkita ochilgich tushirilgan, ikkalasi ham двойной mexanizmi bilan o'rnatilgan. Двойной mexanizmimiz azizlar Fornax firmani katta двойной mexanizmi bo'lgani uchun donasi 200 ming so'mdan qo'shiladi kvadratidan tashqari. Xo'sh, altaplastlarimiz ichlariga metallari, o'zini birlik metallari solingan. Bularimiz oynalar, ikhod paket, oqqovoq paket oynalarida tayyorlanyapti. Dorilari, germetikalar 100% kafolat bilan solinadi. Bemalol terlamasligi kafolat bilan o'rnatib beraveramiz. Ko'rishingiz mumkin, fason juda ham chiroyli fasonda, ikkita ochilgichlardan va ikkalasi ham двойной mexanizmlardan o'rnatilgan. Va mana bu tomonda gulxoylarimiz, ikkita gulxoy va bunisida ochilgich tushirib berganmiz va двойной mexanizm bilan ochilgich qo'yib berilgan. Plastik profillarimiz Sheffield svet Altaplast sarg'i etiketkali firmadan tayyorlangan va davom etamiz. Bu tomonimizda ham xuddi shunday eshik romlarimiz, shularning jo'ralari. Profilimizda azizlar ko'sog'ini albatta ko'rsatib berib o'tamiz. Mana 4 kameralik plastik profilimiz, ko'rishingiz mumkin, qalinligi juda ham mustahkam. Va xuddi shu alyumin Sheffield svetda akfa profilimiz ko'sog'i ichini ko'rishingiz mumkin. Bunarimizda eshiklarni tayyorlab berganmiz. Derazalarimiz ko'rishingiz mumkin. Bu derazalarimizda bitta ochilgich va bitta gulxoy va yonboshida tashkentskiy fasonda ikki chekkada ikkita ochilgich va o'rtada gulxoy romimiz tushirilgan. Balandligi 1.60, eniga 1.80 razmerda derazamiz va bu tomonimizda ham xuddi shunday 1.60 ga 1.50 lik derazalarimiz yasab qo'yilgan. Bu tomonimizda esa alyumin oselinli profildan yasalgan balkon eshiklarimiz high-tech fasonda yasalgan, Akfa'ning o'zini firma mahsulotidan ishlatilgan. Bularımizga 5 tadan 10 ta oshmosh qo'yib berilganmiz. Ikhod oyna bo'lgani uchun eshik taylamasiga juda ham mustahkam xizmat qilib beradi va katta Akfa'ning o'zini ruchkalaridan qo'yib berganmiz. Rolli zamoklari azizlar ko'rganlaringizdek juda ham kafolatli, mustahkam profil hisoblanadi. Eshiklarimiz ham juda ham mustahkam. Aloqa qilsangiz kelishilgan narxlarda yasab beraveramiz. 1.20 ga 250 hamda 1.20 ga 210 razmerda eshiklarimiz alyumin profillardan taxlab berganmiz. Zakazlar bo'lsa, qalinligini ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham qalin, baquvvat, mustahkam profil. Bu tomonimizda endi xudo xolasa oynalarimizni tayyorlash jarayoni bo'ladi. Ko'rganlaringizdek mana oqqoy yodoviy va oqqovoq oynalarimiz taxlab qo'yganmiz. Bularimiz ichlariga ko'pchilik qiziqqan shotlankalardan qo'yib qilib beramiz. Mana izlab shotlanka tillarang profillarimiz va mana butellarimiz hammasini o'z qo'llarimizdan chiqarib qilib beraveramiz. Manzilimiz Samarqand viloyati Pazdarg'om tumanida. Aloqaga chiqingizlar akalar, kelishtirib sifatli qilib yasab beraveramiz. Nomerimiz yozib qoldirilgan, ikkala nomerda ham imo, Telegram, WhatsApp bor. Internet orqali aloqa chiqqanida ham azizlar obunachilaringiz bilan deb aytish esdan chiqmasin, chunki deganda obunachilarimizga yana ham kelishtirib skidkalar bor. Qo'shni Qashqadaryo, Jizzax, Surxondaryo, Navoiy viloyatlariga ham dastavkalarni chiqarib beryapmiz. Aloqaga chiqingizlar, kelishtirib sifatli qilib yasab beraveramiz. Hammaga sog'lik, salomatlik.